TikTok profilingizga Moneta TikTokda o'zini tangasini sotib olishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan siz uchun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi videoda TikTok platformasiga tanga, ya'ni monetasini sotib olish haqida gaplashib chiqamiz va o'rganib, sotib olib ko'rsataman. Bunga faqat bizga kerakli bo'ladi Visa karta kerak bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, menda Visa karta yo'q. Qanday qilib olaman deyishingiz mumkin. Men aynan shu haqida, ya'ni virtual Visa karta ochish haqida video darslik tayyorlaganman. YouTube kanalimdan topsanglar bo'ladi yoki mana bu tepada chiqadi. O'tib videoni ko'rib, virtual Visa karta ochib, videoni davom ettirsanglar bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, hozir aytib o'tganimdek, TikTok platformasiga mana bu 3 ta nuqtani bosganinglarda balans bor. Shu balansda moneta sotib olishni o'rganamiz. Hozir moneta sotib olishlik uchun bizga kerakli bo'ladi asosan xalqaro Visa karta, hozir aytib o'tganimdek, yokida Mastercard kerak bo'ladi. Sizlarda yo'q bo'lishligi mumkin. Men aynan xuddi shuni uyda o'tirgan holatda onlayn ochishlikni YouTube kanallarimda video darslik qilib tayyorlaganman. Ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Og'zaki ham tushuntirib o'taman. Uzumbank, Hamkorbank yokida Oktobankdan uyda o'tirgan holatda Visa kart, Mastercardlarni ochishingiz mumkin bo'ladi, qadrdonlar. Hozir biz sizlar bilan aynan shu kartadan, shu kartalar orqali sotib olishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun bizga mana bu joyda balansinglarni tanlashinglar uchun mana 20 ta moneta, 30 ta moneta yokida deylik 70 ta moneta sotib olmoqchimiz. $1 19 sent chiqargan. Mana rechangle bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu joyda hozir mana 1.19 to'la deyapti. Buning uchun to'lashni bosib ko'paytni bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu joyda parolimizni so'raydi. iCloudimizni. Sizlarda ba'zilarda Samsung bo'ladi. Samsung bo'lsa Play Marketga olib kirib ketadi. Play Marketga olib kirganda sizlar Play Marketinglarga karta ulab qo'yishinglar kerak bo'ladi. Ulamasanglar ham birinchi mana shu joyda kartalarni ma'lumotlarini kirit degan yozuv chiqadi. Hozir davom etamiz. Mana hozir parolimizni kiritganimizdan so'ng payment to'lov sozlamalarini sozla deyapti. Continue'ni bosganimizdan so'ng bu joyda to'lov sozlamalarini kiritishni so'raydi. Men hozir bu tugagandan keyin Samsungda ham olishni o'rgatib o'tib ketaman. Mana bu joyga kartalarni 16 tali raqami, amal qilish muddati, masalan, kartalarda 0230 qilib qo'ygan bo'ladi. Xuddi o'shanisini, masalan, 02 deylik. 30 va mana bu joyga security xavfsizlik kodi bo'ladi. Aynan shu narsa Visa kartalarda, Mastercardlarda bo'ladi. Sizlarga aytganimdek, Uzumbankda ham bor, Hamkorbankda ham bor. Shuni ma'lumotlarni saqlab bossalaring, bu joyda avtomatik kod ham so'ramaydi-da. Kod so'ramagan holatda pul yechib oladi kartalardan. Hamkorbankdan ko'rsataman sizlarga qanday qilib qaysi joyda borligini. Men Hamkorbankdan foydalanaman. Hozir internet ozgina ishlamayapti. Mana, masalan, mana bu karta deylik. Ustiga bossanglar kartalarni mana bu ko'rsatish bossalaring. Hozir misol uchun qilib ko'rsataman sizlarga. Hop. To'sib turaman. Ko'rsatishni bosaman. Bossam hozir mana karta ma'lumotlari, oy, yili va CVV kodlarini ko'rsatdi. Hozir bu shu kartadan agar puli bo'lsa $1.19 shuni avtomatik yechib oladi yoki kod so'raydi. Shu 70 ta monetani sotib oladi. Hozir men sizlarga Samsungda olishlikni ko'rsataman. Samsung telefonlarida Play Marketda asosan mana bu joyda hop, to'lov obunalar degan joyda mana bu joyda bossalaring ustiga to'lov usullari bor. Shu joyga sizlar kartalarni kiritishinglar kerak. Mana 6784 bank kartasini kiritish. Shu joyga sizlar o'zingizlarni mana karta raqaminglar, amal qilish muddati va himoya kodini kiritib qo'yib, saqlab qo'ysanglar bo'ldi. Shu orqali mana
TikTok'larda to'lovni kirsanglar, o'zi mana shu karta orqali to'laysanmi degan yozuv chiqadi. Shuni OK deb bossanglar, kartalardan avtomatik pul yechib oladi, kod ham so'rab o'tirmaydi. Shuning uchun xavfsizlik kodini birovga bermaslik kerak bo'ladi, karta ma'lumotlarini qadrdonlar. Xullas, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda sizlarda TikTokga moneta sotib olishlikda muammo bo'lsa, Telegramdan murojaat qilsanglar, albatta noldan qo'limdan kelgancha ma'lumot berib o'taman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.